Video yahudiylarning, yevreylarning qilgan hiyla va nayranglari haqida bo'lib o'tadi. Marhamat, tomosha qiling. Oxirgi vaqtlarda bu SMSni 10 nafar insonga yoki 20 nafar yaqiningizga jo'natsangiz, bir kundan yoki 10 kundan keyin baxtingiz ochiladi. Yashashingiz yaxshi bo'ladi. Yalqovlik qilmang. Alloh uchun erinmasdan bu xatni tarqating deb yozilgan maktublar kunora barchamizga kelib turadi, to'g'rimi? Ammo lekin bunday xabarlarni aslini o'rganib chiqdingizmi? Qayerdan yozilishini bilasizmi? U xabarlarni yuborishdan maqsad nima? Qaysi inson yoki qaysi mamlakat o'ylab topgan? Agar bu savollarga javob topa olmasangiz, unda bu ma'lumot to'lig'i bilan sizga kifoya qiladi. Tel Avivdan chiqayotgan Nefs gazetasining bir sahifasida nima qilsak islom dinining muvozanatini yo'qotamiz, qanday qilib islom diniga ustunvorlik qila olamiz degan mavzuda maqola yozilib chiqilgan. Unda quyidagi ma'lumotlar aytilgan. Yahudiylarning diniy olimlaridan biri Henry Luner bunday deydi: Biz musulmonlarning o'rtasiga nizo solib, islom dinini kuchsizlantirish maqsadida WhatsApp, Telegram kabi tarmoqlardan foydalanamiz. Bu messenjerlar bizga yordamchi bo'lib, tunu kun xizmat qiladi. Biz bunday SMS xabarlarni yer yuzidagi musulmonlarning ko'pchiligi muloqot qiladigan arab, turk, o'zbek, hind, fors, yana undan boshqa ko'plagan tillarda yozib tarqatamiz. Yanada musulmonlar unday SMSga ishonishi uchun Qur'on oyatlaridan, sahih hadislarni, yer yuzidagi taniqli bo'lgan olimlarning so'zlaridan qo'shib, sochib, eng oxirgi bu xabarni 10 kishiga yoki undan ko'p kishiga yuboring. Agar 10 kishiga yuborsangiz, bugun yoki bir haftadan keyin bir karomat ko'rasiz. Bu tajribada qo'llanilgan. Yuborganlar tan qoladigan karomatlarga uchraganlar, jo'natmaganlar esa balolarga uchradilar deya yozib qo'yamiz. Va SMS xabarlarimizda yozilgan vaqtlar o'tganidan so'ng musulmonlar hech qanday karomat ko'rmaganlaridan keyin hech qanday o'zgarish bo'lmaganini tushunishadi. Bundan esa Allohning rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam va yana olim degan so'zlarni oddiy ertak qatori qabul qilib, ularning so'zlarini yolg'on deb tushuna boshlaydilar. Vaqtlar o'tishi bilan biz yuborgan SMS xabarlarimizni qayta yuborilishi bilan musulmonlarning iymonlari zaiflashib, diniga bo'lgan ishonchlari so'na boshlaydi. Mana shu yo'l orqali biz ularni o'z diniga to'lig'i bilan ishonmasdan ikkilanib qolishiga, aqidaviy ishonchlari buzilishiga olib boramiz. Shunday qilib ular din degan narsani yolg'on, aldov deb tushunib qolishadi. Shunday qilib biz musulmonlardan to'lig'icha ustunlik qilamiz deydi. Hurmatli musulmon birodarlar, aynan hozirdan, ya'ni bugundan boshlab shunga o'xshagan yevreylar yozgan SMS xabarlar kelsa, toki ishonchli ekanligiga amin bo'lmaguningizcha o'chirib yuborishinglarni, tarqatmasliklaringni so'raymiz. Va yana ushbu videoni yaqinlaringizga yuborishni ham unutmang. Ular ham shunday yolg'on, bekorchi narsalardan yiroq bo'lishsin. Bizning dinimiz aql egalarining, donishmandlarning dinidir. Bu asl haq dindir. Fitnalar aralashishiga sababchi bo'lmaylik. Yaxshi ishga sababchi bo'lish uni qilgan bilan barobardir. Videoga like bosing va tarqatib yuboring. E'tiboringiz uchun rahmat.